Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar. Qo'y yetaklab bozorga boryapsizlarmi? Qayerga boramiz? Bozor ketyapmiz. Sotasizlarmi? Qo'y olasizmi uka? O'zi qo'y olish uchun chiquvdim-da. Rostmi? Xuddi shunaqa qo'y qidirib yuruvdim. Mana qo'y. Bu yoqdan aylanib ko'r, bu yoqdan aylanib ko'r. Qo'y ko'r. Ha. Ma'qul qo'yingiz, ma'qul, yomon emas. Xo'sh. Narxi qancha? Va uka, oldin sen qo'yni ko'rgin. Qo'y ko'r. U yoqdan aylanib ko'r. Bu yoqdan aylanib ko'r. Qo'y ko'r. Aka, ko'rdim. Ko'rdim qo'yingiz menga ma'qul. Narxini ayting. Qo'lingni ber. 500. Ya. Otaxon, bu 500 deb qo'ymasda bu. O menga qara. Yarmi 250 beraman. Nima? Ozorib ketayotgan odam yo'lini to'sib qolsa, olmasa qolsa. Nima, meni ochini o'ynamoqchimisan? Yo'limni to'sib qoch. Ha, to'xtab turing. 250 arziymi shu? Qo'y ko'r deyapman. Mana, qara, u yoqdan aylanib ko'r, bu yoqdan aylanib ko'r. Aytyapman, qo'y ko'r. Ko'rdim. 260 bo'ladimi? Uka, menga qara. Qo'yni ko'ryapsanmi? Joydagini. Bu tug'ib beradi. Nima deyapsan bu qo'yni? Xo'sh, eriyman deganmidingiz? Ana endi amalda bo'lsin, keyin pulni olasiz. Pul turibdi. Mana, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Qani, boshlang. Bo'ldi aka, erayman deganman. Boshlang. Gap bitta, yuring. Eshikni och. Qanaqa odamsiz? Odam emas ekansiz. Menga qarang, sochingizni oqini qarang. Butun qishloqda sharmanda bo'ldim. Bosh ko'tara olmay qoldim. Uydagilar gapirishgan. Bu yoqqa. O'tsam o'taman. Sotgan qo'yingiz ko'r ekan-ku aka. Ha? Ko'rdi. Iya. Ha, bu bozorda molini sotgan odam aybini aytib sotmaydimi? Bu yoqdan aylanib ko'r, bu yoqdan aylanib ko'r. Qo'y ko'r deganman. Jo'raboy. Labbay. Telefonni olib kel. Hozir. U yoqdan aylanib ko'r, bu yoqdan aylanib ko'r. Qo'y ko'r. Aka, ko'rdim qo'yingiz menga ma'qul. Degan ekanmanmi? Ha. Endi elangni haqqi qolmay turaverganlar. Endi bu qo'yni men nima qilaman aka? Men nima qilishingni? Ha, yoqtiqini yo'q. Ha, bo'lmasa ko'zda o'tirgan bor. Ha, tabibga bor, doktorga bor. Faqat nima qilishingni?